bunazni. Bugun Chivi haqida gaplashamiz. Butun dunyo bo'yicha Xitoy va Yaponiyadan tashqari barcha davlatlarga ofitsiantlarga Chivi berish bu restoran madaniyatiga kiradi. Demak, 5 dan 10% qoldirish bu standart. 10% dan 15% gacha qoldirish bu yaxshi e'tibor, yaxshi servis uchun. 15-20% dan ko'p qoldirish bu premium servis, ya'ni ofitsiant mehmonga premium darajada xizmat ko'rsatgan va bundan mehmon mamnunligidan va bitta narsani yaxshi eslab qolish kerak. Mehmon restoranga faqat ovqatlanish uchun emas, yaxshi kayfiyat, stresslarini yo'qotish uchun keladi. Bu demakki, mehmon taomini ta'mini emas, balki taassurotlarini eslab qoladi. Bu juda muhim. Va eng asosiysi, ofitsiantning necha pul choy haqi olishi bu restoranning darajasini belgilab beradi. Demak, ofitsiant qanchalik ko'p pul ishlasa, qanchalik ko'p mehmondan choy haqi olsa, demak u restoranning servis darajasi yaxshi. Ularni va yana bir narsa, hurmatli ofitsiantlar, servis darajasiga va choy haqiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan narsa bu mehmondan ruschasida обратный связь deyiladi. Mehmonning fikri bilan qiziqish, mehmonning fikrini so'rash. Siz mehmondan обратный связь olsangiz, mehmon o'zining bu restoranga kerakligini his qiladi. Bu albatta bu restoranga qaytib keladi.